Yo, men ishlaman o'rtoq, keyin onasini emsa. Nima bo'ldi? Charchadim. Nimadan charchading-chi? Nimadan charchading? Voy, 12 soat ishlama. Dam kunimni kutib charchadim. Oyligim qachon tushadi deb o'ylab charchadim. Yo, meni hayotim bir xil. Ish, uy, bir xil yashashim kerak. Yo, bolalarimga ham zo'r ota bo'la olayotganim yo'q. Yo, mana mashina olgim keladi. Uyimni remont qilib yaxshi yashagim keladi meni ham. Yo, menda bir xil o'tish kerak hayotim. Og'aynilar, akalarim, uydagilar hayoting qanaqa yaxshimi deganda, hammasi zo'r menda deb aldab yashashdan charchadim. Tushunsanmi? Mana og'aynilarim dachaga ketishdi. Yo, men ishda bo'lishim kerak. Men olmalarni taxlashim kerak, men olmalarni. Qachongacha men odamlarga havas qilib yashayman, o'rtoq? Sanjar og'ayningdan bo'larkanmi? Borsa kerak. Ishini zo'r qilib oldi, oyligi ham 20-25 million. Da. Mana maza qilib yashayapti, o'rtoq, havas qilaman shu bolaga. Zo'r mashina olib oldi. Uylarni ham cho'tki qilib remont qilib oldi. Lekin oilaviy sharoit qanaqaligini bilasam, xotini bilan ajrashdi. Buzuv chiqdi. Farzandini bir haftada bir marta zo'rg'a ko'radi. Adasini mazasi yo'q. Ikkita pochkalari ketgan. Har kuni qon almashtirishga banisaga yuguradi. Shuncha ish ko'rgandan keyin onasini ham mazasi qochadigan bo'lib qo'ya. Lekin undan ham yaxshimisan deb so'rasang, hammasi zo'r deb aldaydi. Lekin sen aldamayapsan. Senda hammasi zo'r. Rostdan zo'r. Uyga borsang ota-onang yoningda, farzanding, ayoling, ro'zg'oring but. Muhimi hammaligi sog'lom. Sen o'zi gapirayotgan gapingni qara. Hali ham Sanjarga havasing kelyaptimi? Nolib qo'ydim, ha? O'zingga olgan bo'lsang ish qil. Suvlarni tashiylik. Toshi. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ha, aka, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Azimjon oldiga keldim. Azimjon, kimi bo'lasiz? Adasi? Ha, xavotir olmang, o'g'lingiz ahvoli yaxshi. Daraxtdan yiqilib tushgan ekan, oyog'i sinibdi. Gipslab qo'ydi, 10-15 minutda javob berib olamiz. Rahmat doktor, baraka topinglar. Rahmat menga emas, ana odamga yetasiz. U odam vohmasidan bolani otasi deb o'ylanma. Charchamanglar. Ozodbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Azimjonni olib kelibsiz. Baraka toping. Rahmat kattakon. Yana rahmat. Biz qo'shnimiz-ku. Ha, Ozodbek, qalaysiz? Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Bitta odamga 12 million so'm berarim bor edi. Aha. Shu sizda bo'lsa berib tursangiz, pulim kelishi bilan olib chiqib beraman sizga. O'zicha xit qilib olishdi. Qarz so'ruv. Qara qarasa qarindoshlar, sinfdoshlar, mana endi qo'shnilar. Mana hamma pulim оборотda yotadi. Sadaqa beradigan ahvolda emasman. Men sadaqa so'ramayapman. Qarz so'rayapman, odamdan yaxshilik qoladi-yu. Qo'ying o'sha yaxshilik qolmasa, yaxshilik qoladigan zamondan o'tib ketdik. Hozir manfaat ustiga qurilgan zamondamiz. Siz kimgadir nimadir qilib berasiz, keyin u sizga nimadir qilib beradi. Ha? O'shaning uchun harakatingizni qiling. Charchamang. Men charchadim. Chiqinglar. Xo'p. Ana kuni so'ragan pulingizni hozir uyga borib, uyingizga olib chiqib beraman, xo'p? Ya, u pulni o'ylamang. Boshqa yoqdan olib olib bordim. Xalqi bo'ldim. Jangga keladigan bo'lsa, odamdan yaxshilik qoladi-yu. Tezroq tuzalib ketsin. Mayli. Chiqinglar o'tiradigan bo'lib.